Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Sog'lig'inglar yaxshimanmi? Tinchmisizlar? Ro'zalar tutyapsizlarmi, qiynalmay? Kartoshkalar ekib oldinglarmi? Ay yaxshi. Fransiyadan Italiyaga qarab ketyapman. Hozir Fransiyadan Italiyaga o'tish uchun Frejus degan tunnel bor, uzun, juda uzun. Frejus tunneli 13 kilometr ekan, pashti 12800 qancha ham metr ekan. 1980-yilda qurib bitirilgan ekan. Shu tog'lar orasidan-da bu tog' tepaga chiqish muammo. Shuni tog'ning ichidan kesib o'tib ketilgan tunnel. Nasib qilsa yo'llar ko'rsataman. Hozir tunnelga doğru bor 150 kilometrdan oshiq. Hozir yo'lga to'xtadim. Nakimitlar bor degan jo'natgani to'xtab endi hozir start bu yog'iga yurishni boshlayman. Yo'l-yo'lakay ko'rsataman. Tunnelni ichini olishni keragi yo'q, unga doğru ko'rsataman. Sizlar muzikani eshtinglar. Men shuni ilindim asosan. G'iybatdan til tiyilsin, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p dunyoni, yumushi ko'p dunyoni, gapga to'la hamyoni, hamma o'zini bilsin. Bilsin, 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 hamma o'zini bilsin. Bilsin, bilsin, bilsin. G'iybatdan til tiyilsin, hamma o'zini bilsin. Tashvish ko'p